Assalomu alaykum ko'ktang bolalari. Sog' salomatmisiz? Mana bugun kofe qilib ichamiz desak, kofega sut irib qoldi. Nima qilish kerak? Kofe ham jalka, sut ham jalka. Sutni ham kimdir soqqan, to'g'rimi? Kimdir buni olib kelgan. Shuning uchun tashlagimiz kelmadi va mana shu turgan kofega bitta tuxum chaqib solib, aralashtirib yumshoqqina xamir qilib, chunki tarkibida shakar ham bor buning. Ozgina tuxumdan keyin moy ham qo'shamiz mushtlash jarayonida qo'limizni xamirini ketkazish uchun. Hozir aralashtirib shu un solamiz. Keraklicha un solamiz yumshoq xamir bo'lishi uchun. Drosh soldikmi? Drosh solamiz. Azizlarim, tejamkorlik xavfsizlik emas. Bunday ekan deb to'kib tashlayversak, bu bunday ekan deb to'kib tashlayversak, kimlarningdir xizmatini uvol qilamiz. Ko'p, kamroq soling. U ko'plik qiladi, kamrog'ini soling. Yarmini soling. Manaqa to'king yarmini. Bo'ladi, o'shani o'zi yetadi. Bo'ladi. Aralashtiring, yaxshilab aralashtiring. Chunki kofe iliq. Tuxum qotib qolmayapti, drosh kuyib qolmayapti. Bo'ldi, un solamiz. Un solib o'rtacha xamir qoraymiz. Xamir qorish davomida qo'limizni xamirni ketkazish uchun salgina o'simlik moy ham solamiz. Bu yerda 20 gram un solamiz. Un qo'shib aralashtiraveramiz, quyuqlashaversin. Yumshoq xamir deganimiz boshlanishiga qoshiq bilan aralashtirib, oxirida qo'lni moylab qo'l xamiri ajratiladi. Yana un solamiz. Qo'shyapmiz un. Unimiz oq un. Ko'ramiz kofedan un qo'shilib, tuxum qo'shilib qanday mahsulot hosil bo'lar ekan. Qanday taom hosil bo'lar ekan. Sizga ko'rsatamiz azizlarim. Siz ham shunday qiling. Biror narsalar achib qolsa emas, masalan, hozir sut irib qoldi-ku, bu to'rining bir turi aslida. Mana shu to'ringimiz iritib qilinadi, bilasiz. Unga limon qo'shiladi, ba'zan kefir qo'shiladi, qaynab turgan sut irib qoladi. Keyin sal qaynatilgandan keyin bu tvorik hosil bo'ladi, azizlarim. Hech qanday bu achigan hisoblanmaydi. Endi nima sababdandir bugun bunday bo'ldi. Yana un qo'shamiz. Yana qo'l bilan qo'yaylik. Yo'q, un qo'shamiz, keyin moy tayyorlab qo'l bilan uzumlaymiz. Ana shu bilan bo'lib qoladi. Bo'ldi. Azizlarim, shu zaylda davom etib, yumshoq xamir tayyorlanib, 10 daqiqa dam oldirib, keyin pishirgan holatini sizga ko'rsatamiz, azizlarim. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar. Yaxshi dam olib turingizlar. Mana ertalabki kofe, ichilmagan kofedan tayyorlangan keksimiz ham tayyor bo'ldi. Hozir sovigandan keyin tatib ko'ramiz. Xayr azizlarim. Yoqimishtaqa ko'ktang bolalari.